بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. Birincisi bizim Zemfira Hanım'da свидетельство yazıp koyganlar, neden yazılgan, o как-то алып кайтмаган инде. Шуңа күрә Верховный муфтийның указы буенча, Верховный муфтий Шейхул Исламның указының подписи, печати бар. Оныңа бу мәсҗидтә укыту эшләре алып барырга 3 елга бирелгән икән, бирелгән. Менә шуны алып кайттым, оныңа сезнең мәсҗидкә булыр. Икенчесе, самый безнең зуры, безнең Центральное духовное управление мусульманлардан указ 14 декабрьдән 17 елны. Указ фирман 53 номер 17. Мында было yazılgan. На основании решения Президиума Центрального духовного управления России за многолетней безупречной службы во благо веры и Отечества, большой вклад духовно-нравственного возрождения общества, сохранение исторического и духовного наследия наших благословенных предков, укрепление мира, согласия и договора сотрудничества между народами последовательно традиционной конфессии России наградить медалью Аль-Ихтисам, сплоченностью Зияддинова Рамиля Маславьевича, имам-хатыба местной мусульманской религиозной организации Махалля 626, деревня Чишма-Уракаева, Аскинского района, Республика Башкортостан. Подпись, печать Шейхул Ислам Талгат Сафа Таджидин, Верховный муфти, председатель Центрального духовного управления мусульман России. Шунтайрак. Әйбер бирдиләр. Шуңа күрә миңа Верховный әйтәйне үзең бурыч айтасың диде. Шуңа күрә сезнең авылга, сезнең не бурына булып киләйне бисмиллаһир-рахманир-рахим. Шуңа Рәхәт хәзрәт шикелле яшыр бирүтмә. Шунда торжественныйлар вакытларда алып бирсә, яхшы булыр. Монда менә синең Onun bu isminde yazılgan, itilgen sigorta zakonluları. Bunun tabi ki yöneliler var. Bunların uzunluğun bir katı yardımcılarga kargını birerle bilsen, uzunluğun en yaxşı yardımcılarga berip gitken olur. Ve şuntu haberler. Şuntu benim объявление'de dua kılıp koyalım. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين الله لا كنت منه سبحان الله Rica olsun Rahman şunday zorluk çekкен için gelecekte de Allah rızalık için Allah yolunda yürüge nasip olsun hem de özümüzün İslam dininin yücelige nasip olsun şuraya yok Allah yolundan tayfalarga nasip olmaz barchamızga da birge mana shunday joylashib islom dinini zo'rlab, hem de dinimizni ko'tarib,
hem de Peygamberimiz etkenlerini ötep, Allah Teala kuşkanlarını ötep, hem de Peygamberden tıyılıp, gelecekte de yaşarga nasip olsun. Şolay, rahmet. Zorluğu için bardik Allah Teala'gine, Allah Teala riza bulsa, barça da bulur. Hem de birge yaşarga, birge tazalıklar, isenlikler bilsin. Bizning rayonda bu mına 400 kişilerine berildi. Şuna qaranay. Alhamdulillah bu yılda mına 2 zayda nika Qozog'iston Qimom xatibine berildi. Nasiblar sizlar bo'ldi. Alhamdulillah. Rahmat. Hazır Hazretler. Ozan. Selamun Aleyküm. Selamun Aleyküm. Bunda güzel zamanlar. Bunda iyi çıkardım da sana. Neydi? Sine şokattım. Allah'ım da maşallah. Konsoy musakrasız mı? Yok. Oyuna bir mertebe gittim. Şu oyga mı korku? Hadi. Namaz vakti yetkili namaz okurumuzda programına eğitimizde bugün programına hazır. Namaz vakti yetkili şundan Kur'an okuruz. Şundan Kur'an okugat rızık kabul ederiz. Peki suğuna oturgan rızıklar var. Şunun için rızık kabul etkenden sonra ondan mevlid deriz. Şimdi Peygamberimizin tarihın, şimdi onlara salavatlar aytib, zikirler aytib, mana shulay mında o'tiribizmi, masjidda o'tiribizmi, tugunda o'tiribizmi, masjidda ibatrak bir bek motor bilan joylashib o'tirganmiz, mana shulay olib boramiz. Alloh buyursa. Shundan hozir ozon aytirganda namoz o'qiymiz. İlk ders okuruz mu? İlk ders? Yok, namaz mı? Namaz, salavat, aytirmiz, zikir aytirmiz. Şöyle. Ömer, bizim ozon aytırı Fidari Sohiyat kapırıyor. Mesleğine Doğru kadar namazlar var sizin. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayy ale's-salah. Hayy ale's-salah. Hayy alel-felah. Hayy alel-felah. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Yastı namazı durdurarak kastlarız Allah rızasında olsun. Allahu Ekber. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن
والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال.
على رسولنا صلوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ذو الجلال سبحان الله. ذو الكمال الحمد لله. ذو القدرة الله أكبر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Allah'ım şu okuğan yaslı sorasın farz namazları, sünnet namazları, vitir vacipten kelip çıkan savaplı, okşar savaplı, süyükli Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Peygamberimiz ruhuna, varşa peygamberler, Muhammed peygamberini süyükli kurkem, %14.000 sahabası ruhuna, tabiğinler, etba'u tabiğinler ruhuna, bağışladık savapları jitkergin, Adam peygamberden başlayıp, bazı günge teklim oralıkta utken varşa, Müslüman, mayyit irfatın zatlarına bağışladık, savapları jitkergin, bu bendelerden de, bizlerden de rıza bulgun. Allahümme neşu mevlid kişasıge uzine rahmetinle, bereketiyle nasip etken, mevlid kişasını ihlas niyette, kurkem, berekali, matur şekilde onu barırga Allah'ım uzine nasip etken. Ya Hannanu, Ya Mennan, Ya Rahim, Ya Rahman, أمتنا على كامل الإيمان برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم. السلام رب جعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا تقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب برحمتك. Cemaat hazır şunday programma boşta oşurga oturabız. Ondan müritini alıp barabız. Çünkü rızıklar sunulgança oşalarız. Bunda ütkeriz mescidge kelip. Mescidge zinagırak var eyme. İli tabında mı? Yarın emin görmedim. Allah subhanahu teala'ya maftolar olursa hem de bizge doğru yol ko'rsatib Peygamberimiz Muhammed sallallohu alayhi vasallamga aytgan salatlarimiz eshitsaydi. Assalomu alaykum rahmatulloh barakatuh. Sizni barchangizda tabriklayman bizning masjidga keluvga bilan hem de nasıl barchangizga da davomli bo'lsin, nasib birga muridlarimizga nasib bo'lsin. Hozir mana bugungi kunda milyarddan ortiq kishi mana shu Peygamberimizning tug'an kunin belgilab o'tdi. Bu bir sebep. Mana alhamdulillah birga ziyarashamiz, birga kurashamiz, birlashamiz, do'stlashamiz. Mana shu Qur'onlar o'qiymiz. Buning bir olomaligi yo'q, barsida haybat, barsida xayrli. Hozir bütün ishlar boshlanadi. Kur'an o'qib başlaymiz. Ondan rizq qabul etamiz. Şundan dua qilurga bunda mana qurbanlıklar rizqi Mirzaxon qizimdan hem de bizden mana qurbanlık etdi. Allah Teala qabul etib olsin, hem de biz rizo bo'lsin. Hozir Kur'an o'qiymiz hem de Bütün biz birge okuyuz. Aynen varımız bir tavuştan İhlas Nur'da okuyuz. İhlas Surası. İhlas Surası. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. İhdinas sıratal mustaqim. Sıratallezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdubi aleyhim veleddâllîn. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ahad. Allahus samad. Lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ahad. Allahu ekber. Allahu ekber. La ilahe illallah. Allahu ekber. Allahu ekber. Ve lillahi
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر الله أكبر لا صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم سيدنا رضالığın bir cemaat ihlas niyette Fatiha surasını okuduk, İhlas surasını 3 qavatlan okuduk. İhlas surası arasında sünnet hesablanmış tekbir dualarını ayttık. Şu kelip çıkan savaplı Muhammed Peygamberimizge, barcha peygamberlerge, Peygamberimizde %14.000 sahabelerge, tabi'inlerge, etba'u tabi'inlerge, İmamımız Ebu Hanife Hazretleri ruhlarına bağışladık, savaplarını jitkərgin. Allah'ım Adem Peygamberden başlayıp hazırki günge teklim aralıkta dua umid etken Fatiha, savap umid etken barcha Müslüman ir xatın meyizatlarga savaplarını jitkərgin. Allah'ım ana şol avulda, ana şol meşitte utkerletilgan mevlid meclisige o'zingni rahmetingni, rızalığını, bereketini, savabını nasip etkin. Allah'ım ana şol avulda her bir uyda, yurtta 5 vaqt namoz o'qiydigan bandalar ko'paysin. Salomatlik bilsa, urazani tutatirgan, duo etatirgan, Allohni durust taniytirgan, shariatni durust anglab qamat etatirgan. Mavlidga keluvni ko'p maqsadi zikrlardan biri hisoblanadi. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. İhdinas sıratal mustaqim. Sıratal lezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezîne âmenû uzkurullâhe zikran kethîrâ وسبحوه بكرة وأصيلا. اذكروا الله اذكروا الله اذكروا الله اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. يا الله 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 يا
بارك فينا يا الله 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 نور قلبي 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 يا الله 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 يا الله
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعلنا من العاشقين لنبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من حفظة القرآن الكريم. اللهم اجعلنا من العلماء الربانيين. اللهم bizlarni Muhammad payg'ambarga ixlos niyatda g'oshiq bo'lgan bandalar safida bo'larga nasib etgin. Allohim bizlarni yuraklarimizda Muhammad payg'ambarning sunnatini, shariatini bo'lgan, oni o'zini, xulqini bo'lgan muhabbatimizni orttirgin. Allohim Muhammad payg'ambarga g'oshiq bo'lib, onga salovatlar aytib, oni ming mo'jizasi, 3000 sunnatini o'ranib, tarjima etib xalqqa yetkazarga nasib etgin. Allohim Muhammad payg'ambarga tushlik ko'rarga nasib etgin. Muhammad payg'ambarning yo'lidan borarga nasib etgin. O'limimizni, umrimizni ozoq kunlariga tegla Muhammad payg'ambarni aqidasini, shariatini, dinini sodiq qolarga nasib etgin. Allohim bizlarni iymonsizlikdan saqlagin. Durust amallarimizni yo'q-qishig'idan saqlagin. Mana shu jamoatni Allohim o'zing mag'firat etgin, o'zing yorlaqagin. Allohim borimizga iymonda kamillikni, taqvoda kuchlilikni, shariatda, diniy ilmlarda teran ilmni olib, amallarda ixlosli banda bo'larga nasib etgin. Allohim bizlarni ujmoq ahlidan bo'larga nasib etgin. Tamom ahli bo'luvdan saqlagin. Allohim bizlarni ujmoqqa yaqin aytgin. Ujmoqqa yaqin aytuvchi so'zlarni, amallarni ishlarga nasib etgin. Allohim bizlarni tanimizni, jonimizni tamuq o'ti uchun harom etgin. Hamda bizlarni tamuq o'tindan yiroqda bo'luvni, uzoqda bo'luvni nasib etgin. Allohim qiyomat kunida Muhammad payg'ambarning shafaatini erishib, o'zimizda boshqalarga shafaatchi bo'lishga nasib etgin. Allohim o'zing bizlarning gunohlarimizni g'afur etgin. Albatta biz kamchiliklarga, xatolarga botgan bir gunohli banda bo'la turib senga duo etamiz, duolarimizni qabul etgin. Ya Hannan, ya Mannan, ya Rahim, ya Rahman, amitna ala kamilil iman bi rahmatika ya Allah. إذا شئت سهلا أشغل Güzel mi? Ya aşağız. Şımgına. Oğlunu bulay suyu yumuşak. Şayı temliyken. Ben bulay sırsı çay içim. İkinci bulay şaşkıdan. Temliğin olmadı. Bulay parça çıkmadı. Qirayda bo'lgan rizqni bismillah deb oshab turibizda, vaqtdan foydalanib deylik. Shu Mavlid oyida Muhammad payg'ambar turunda ozgina so'ylab ketadi. Rizami? Deylik. Masjid endi izgi o'rin deydi. Bir kishi kelganda Muhammad payg'ambarga so'rov bergan janolar. Aytgan, ey Allohning elchisi,
yer yüzünde eng xayrli o'rinlardan birisi qaysi o'rin? Hamda eng olama o'rinlardan birisi qaysi bir o'rin deb so'rov bergan. Payg'ambar aytgan, la adri, men bilmayman degan. Sa'asalu Jibril farishtadan so'rab qo'yayim degan. Duo etgan Jibril farishta ko'kdan ingan. Payg'ambar bo'lgan holni anlatgan, menga so'rov berdi bir kishi. Yer yuzida eng xayrli o'rinlardan birisi qaysi bir o'rin? Hamda eng olama o'rinlardan birisi qaysi bir olama o'rin degan so'rov tushdi. Men bilmayman Jibril farishta aytgan, Lavhul Mahfuzga qarayimda javobini keltiram degan. Lavhul Mahfuz bu bizda yozmishlik va taqdir kitobi deb aytiladi. Onda yozilgan inna khayra biqa'il ardi al-masajid va sharra biqa'iha al-aswaq. Yer yuzida yaxshi o'rinlardan birisi bu masjidlar bo'lsa, olama o'rinlardan birisi bu bozorlar deb aytilgan. Shunda payg'ambar javobni eshitgach, Jibril farishtadan eshitgach, so'rov bergan kishiga aytgan. Jibril farishta menga yetgandi. Masjidlar yer yuzidagi xayrli yaxshi o'rinlardan birisi, bozorlar esa olama o'rinlardan birisi ekan degan javobni aytgan. Shunga endi biz ezgi o'rinlarda turamiz. Evet, masjidlarda musulmon kishi Allohga ibodat etadi. Bu degani Allah masjidda tura yashay degani tugul, bu ma'noni olmaydi. Chunki Alloh o'rinsiz, qiyofatsiz, yo'nalishsiz bor. Alloh bir kimga da bir narsaga da muhtoj tugul. Faqat masjidlar endi shu narsa ibodat yurti deb aytiladi. Evet, namoz yurti, ibodat yurti deb aytiladi. Shu yoqdan narsa masjid ezgi o'rin deydi. Boshqa hadisda payg'ambar aytadi, yer yuzidagi barcha masjidlar ujmoqda ko'tariladi, ujmoqda bo'ladi. Voy o'ylab qaraylik jamoat, bu kuchli hadis bu. Ozgina fikr yuritsak, sizga yosh keltirgan hadis. Dinda o'rinda o'tirganimizni ozgina anglashga kerak bizga. Barcha masjidlar, barcha masjidlar imomidan turmaydi. Nenda imomlaridan turmaydi. Masjidni o'zi qiyomat kunida foyda bo'ladi, ujmoqda jannatda bo'ladi. G'alimlar aytadi, begrakda bizni Mulla Ali al-Qari degan g'alim aytadi, hamda boshqa g'alimlar aytadi. Har bir masjidlarda Xizr payg'ambar namoz o'qiy degan g'alimlar orasida fikr bor. Olay bo'lg'ach biz buyuk zo'r bir o'rinda, darajali, kuchli o'rinda hamda zo'r barakatli oyda turamiz. Unda bo'lsa bizda Mavlid oyi. Evet. Shaylaringiz bitgan bo'lsa, solib ishib turingiz, faqat shu yuragingiz bilan, quloq menda bo'lsa bo'ldi. Sizdan menga ikki ag'za kerak. Ular bo'lsa yurak hamda sizni quloq. Anlaşılamı? Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamni yaqindan tanıyıq. Chunki u bizni eng suyukli ozoqli payg'ambarimiz. Qur'onda aytilgandir. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullohi va xataman nabiyyin. Al-Ahzab surasi 33-sura. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Muhammad payg'ambar sizni biringizni da bo'lay otangiz tugul degan oyat. Sahabalarga, sahabalarga narsa tegishli bo'lgan oyat. Walakin Rasululloh, lakin u Allohning elchisi. Muhammad payg'ambar kim? Allohning elchisi. Va xataman nabiyyin, hamda payg'ambarlar eng ozoqlisi. Muhammad payg'ambardan so'ng boshqa payg'ambar kelmaydi. Muhammad payg'ambardan so'ng boshqa payg'ambar bo'lmaydi. Chunki Qur'oni Karimda Alloh bizga o'zi bildirdi. Evet, musulmon kishini birinchi bo'lgan narsa dalili deb aytamiz. Evet, bakazatlikda. U qoidadan olinadi Qur'oni Karim oyatlari. Ondan so'ng Muhammad payg'ambarimizning barakatli hadislari. Muhammad payg'ambar narsa dedi hadisida. Va xutima biyan nabiyyun, Imom at-Tirmiziy rivoyat etgan hadis, payg'ambar aytdi, meni bilan payg'ambarlik bitdi dedi. Meni bilan dedi payg'ambarlik narsa bitirildi, bitdi dedi. Ya'ni narsa degani. Mnoye bo'ladi, shuni prorokchiso. Isa payg'ambar da ikkinchi ko'kdan yerga tushganda u payg'ambar bo'lib tushmaydi. Zo'r g'alim bo'lib tushadi. Ona dalili, evet, Mahdi degan bir ezgi kishi bilan uchrashganda, ko'rishganda narsa Mahdi ona imomlikda bo'lay o'tasa, ertangi namoz vaqtida. Isa payg'ambar aytadi, yo'q deydi.
Men ikkinchi ko'kdan yerga tushdim. Muhammad payg'ambarning shariatini amal etarga, Muhammad payg'ambarning shariati bo'yicha yasharga tutinarga. Ayta siz imom bo'lasiz deydi. Mahdi imom bo'lib bo'lsa, Isa payg'ambar ortidan zo'r g'alim kirib narsa unga iqtido etib namoz o'qiydi. Isa payg'ambar oxir zamonda zo'r g'alomatlaridan birisi. Zo'r g'alomatlar oxir zamonda zo'r g'alomati 10 zo'r g'alomatlar. Ikkinchi ko'kdan Isa payg'ambar tushadi. Isa payg'ambar tiri ikkinchi ko'kka uni ko'targanlar. Ikki fikr bor, necha yoshda ko'tarilgan. Birinchi fikrga ko'ra 33 yoshda, ikkinchi fikrga ko'ra 123 yoshda. Ikki fikr bor. Yer yuzida necha yil yashadi deb olimlar orasida ozgina tortishuv bor, sabab ixtilof bor. İmam At-Tabari, İmam Qurtubi aytdi, birinchi fikrga ko'ra Isa payg'ambar 33 yoshda. Jibril farishtani ko'kka ko'tarildi. Ikkinchi fikrga ko'ra 123 yoshda. Anladingizmi? Isa payg'ambar ol kim? O payg'ambar bo'lgan. Evet, Isa payg'ambar. Beshikda so'ylagan bolalardan birisi. Evet, sobiy bola deb aytamiz, sobiy bola deymiz. Arab tilidan olingan sobiyun so'zi bu arabcha so'z. Sobiyun degani arabcha so'z. Shifahiya kitoblarida kelgan nazar. Sobiyun degani narsa grupda region arabcha so'z. Bulay tiligizni qarashtirsa, evet, 70-80% sizlar arab so'zlar. Burungi mana turkiy tatar tilim kitoblarini qarashtirsangiz 70-80%. Bulay shotlanarli. Siz aytasiz, so'qlanib, evet, 70-80% arab so'zlar. Shunga ilkki g'alimlar qishli bo'lgan. Chunki tilda so'ylashganda bitta arabcha so'zlar bor bo'lgan. Shunliq ma'noda. Narsasi masalan, arab so'zi sizni evet shu qo'nishli matur tatar tilida evet g'arab ma'nosida qabul etilgan. Anlaşılan mı? Ana şu xalq boshqa tillarda da bo'lgan. Turkiy tillarda qo'llaniladi. Lekin bulay qarasa, ana shu Ural yoqlaridagi tillarda evet 70-80% narsa g'arab so'zlari ko'p bo'lgan. Demak, mana shu sobiy bola deymiz. Uni borimiz anlaymiz endi. Burunli region evet. Nisha sobiy bola shu balakay vaqtida so'ylagan g'alimlar aytdi, jitov deydi. Jitni sobiy bola narsa so'ylagan. Sobiy bola g'alimlar. Shulardan birisi kim? Isa payg'ambar. Maryam onamiz 13 yoshga to'lganda og'riq qoldi. Jibril farishta keldida Maryam onamizni yo'g'a deb aytasizmi? Kulmagini yo'g'asi. Ha? Yo'qa. Mana shu, mana yo'qa. G'aratning bo'ladi, yo'qa. Jibril farishta keldida Maryam onamizni, Maryam onamiz u kuchli bo'ladi. Vali xotin, avliyo xotin. Ko'ylagini mana shu yoqasini narsa deb urdi. Mana shu deb urganda Isa payg'ambarning ruhi Maryam onamizning og'zidan narsa matka deb aytdilar. Aybi. Shu endi qo'ya kerak, shunda borib tushdi. Shunda Maryam onamizga 13 yosh bo'lgan. 13 yosh. Mana tega og'irlik vaqtida so'roq beraymiz deb g'alimlar ayta ikki turli. Birinchi fikrga ko'ra 9 oydan so'ng boshqa xotinlar kelib bola topdi. Ikkinchi fikrga ko'ra 9 soatdan so'ng. Olayda fikr bor. Anlaşılanmı? Isa payg'ambar demak kimsiz tug'di, otasiz tug'di. Aybi. Isa payg'ambar kimsiz, otasiz tug'di. Qur'onda narsa dedi? Inna matala Isa indallohi kamathali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Isa payg'ambar, aybi, u Adam payg'ambar kabi narsa otadan tug'madi. Bulay qarasak Adam payg'ambarni otasida bo'lmadi, anisida bo'lmadi. Balki narsa to'proqdan, yerdan yaratildi. Aybi. Shulay. Shunga mana Ali Imron surasida Alloh bizga bildirdi, ey xalqdek, siz Isa'ni bulay Xudoyni o'g'li, Allohning o'g'li deb dinsizlikqa tushmagiz dey. Isa da dey kim? Adam payg'ambar kirikdi, otasiz dey dunyoga kelgan. Adam payg'ambarni qaramiz tarixini dey. Adam payg'ambarni kim ona negizini oldi? Jibril farishta. Deydi Allohning amri bilan yerga tushdida turli shakldagi, turli bulay ko'rinishdagi tuproqlarni oldi. Qora tuproqni oldi, oq tuproqni, oq bilan qora o'rtasindagi.
Yumshoq tuproqni oldi, qattiq tuproqni oldi, yumshoq bilan qattiq. Yaxshi tuproqni oldi, olamani oldi. To'g'ri ko'rinishdagi narsa yerni birinchi qatindagi bo'lgan narsa tuproqlarni oldi. Yerni birinchi qati, birinchi sloy deb aytamiz. Arab tilida adimun deb ataladi. Nechta ataladi? Adimun. Первый слой земли на арабском языке называется адимун. Jibril farishta mana shu birinchi yerni qotindagi narsa turli to'g'uz ko'rinishdagi tuproqlarni oldida qo'ya endi ushmoqqa jannatga endi. Ushmoqdagi suv bilan bulay narsa o'tadi, qorishtirdi. Yerni qarag'iz, yerdagi yerni ushmoqdagi suv bilan o'tadi, qorishtirdi. 40 kun qotadi. Adam payg'ambarni bulay otasida yo'q, anisida yo'q. Kishilik jamg'iyatin birinchisi, Adam payg'ambar, birinchi odam, birinchi kishi. Isa payg'ambarda anisi bo'lgan. Faqat narsa otasi. Shunga Alloh bizga narsa bildirdi. Inna masala Isa indallohi ka masali Adam deydi. Prorok Isus перед Allohim как prorok Adam. Niye? Chunki Adamni otasi bo'lmadi, anisi bo'lmadi. Isa payg'ambarda kim otasi bo'ldi? Ya'ni Adam payg'ambarda, Isa payg'ambarda Allohning qudrati bilan yo'qdan bor bo'ldilar. Onlarda bandalar, onlarda kishilar. Lekin narsa deb aytamiz, onlar payg'ambarlar. Onlar payg'ambarlar. Isa payg'ambarda musulmon bo'lgan. Isa payg'ambarda kim bo'lgan? Musulmon bo'lgan. Chunki 124 ming payg'ambarning birgina dini bo'lgan. Ulda bo'lsa İslam dini. İmamımız Abu Hanife aytgan so'zlarni bilamiz. Al-Islam huwa at-taslimu. İslam narsa taslim bo'luv, bo'ysunuv deymiz. İslam narsa bo'ysunuv. Wal-inqiyadu li awamirillahi ta'ala. Shulayib Allah amr etgan buyruqlarni o'tib, qilganlarni qilib. Mana shu İslam. İmamımız Abu Hanife ko'rasizmi? Nishik İslam so'zini motor anlatib ketgan. Al-Islamu huwa at-taslimu. Ислам – это покорность единому Создателю. Единому Создателю. Ислам – ол біргina Худайга, Аллахга iman keltirib itoatli bo'luv. Ona amirlarini o'tib, tiyganlaridan tiyilib. Wal-inqiyadu li awamirillahi ta'ala. Demak 124 ming payg'ambar musulmon bo'lgan bo'lsa, demak 124 ming payg'ambarning narsa dini bir bo'lgan. Olay bo'lg'ach, demak Adam payg'ambardan ilk farishtalar kim bo'lgan? Musulmon bo'lgan. Demak islom dini, ozoqi bo'lay narsa, o'suvchi bo'lay, quvvatlanuvchi, nig'iyuvchi, ozoqi bo'lay prestijli din tugul ekan. Islom dini demak nindi din ekan? Farishtalar tutgan din, 124 ming payg'ambar tutgan din, Alloh rizo bo'lgan amr etgan birgina haqdir. Onu onlarga kerak. Mana shu ne'matni tanirga kerak. Mana shu ne'matni bilarga kerak. Chunki islom dini ko'p kishiga berilmaydi. Iymon ko'p kishiga nasib etmaydi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam o'zining bir barakatli hadisida narsa dedi. Innalloha yu'ti ad-dunya liman yuhibbu va liman la yuhibbu. Albatta Alloh dunyo boylig'ini suygan bandasiga da beradi, suymagan bandasiga da beradi. Albatta Alloh bu dunyo boylig'ini musulmon kishiga da beradi, musulmon bo'lmagan bandaga da beradi. Lakin la yu'ti al-imana illa liman yuhibbu. Lakin Alloh iymon boylig'ini, islom dinini faqat suygan bandasiga beradi. Bu hadis payg'ambarimiz aytib ketgan hadis, Imom Ahmad ibn Hanbal rivoyat etgan. Payg'ambar din bo'yicha so'yladi, demak u o'zidan so'ylamagan. U narsa bo'lar bizda al-vahiy, откровение deb aytamiz. Al-vahiy bizda 45 ko'rinishda bo'ladi. Откровение bu bo'lay harakat etadi. Al-vahiy, al-vahiy narsa dedik biz. Alloh Muhammad payg'ambarga aytsa, Alloh o'z payg'ambarlariga bildirgan hikoya. Это весть, которая была дана пророку. Al-vahiy demak narsa Allohning amrlari, Allohning buyruqlari. Payg'ambarlarga kelgan narsa amirlar. Ko'rasizmi? Demak vahiy necha ko'rinishda bo'ladi dedik?
45 ko'rinishda bor. Qur'oni Karimda narsa deb aytildi? "Va ma yantiqu anil hawa in huwa illa vahyun yuha." Najm surasi 3-4 oyatlar. Muhammad payg'ambar din bo'yicha o'zidan o'zi so'ylamaydi. O'zidan shig'arib bo'lay narsa o'ylab topib so'ylamaydi. In huwa illa vahyun yuha, balki Muhammad payg'ambar Allohning narsa al-vahy откровение inib turadi. Anlaşılan? Muhammed Peygamberimiz o'zining hadisinde narsa deb aytdi. Al-anbiya'u ikhwati allati, albatta barcha payg'ambarlar deydi. Barcha payg'ambarlar 124 ming payg'ambarlar onlar din bo'yicha kim? Din bo'yicha tug'anlar. Al-anbiya'u ikhwatun li'allatin. Şu hadisni davomida payg'ambar aytdi. Dinuhum wahidun. 124 ming payg'ambarda bir dini bo'lgan. Bir dini bo'lgan. Muhammad payg'ambar aytgan so'z bu. Sahihul Buxoriy, Sahih Muslim, Ahmad ibn Hanbalda kelgan ishonchli hadis. Dostovernoy izrечение. Dinuhum wahidun. Biz Muhammad payg'ambarga iymon keltirdik, yigit. Muhammad payg'ambar bizni payg'ambar deb iymon keltirdik, yigit. Demek Muhammed Peygamber bizga yetkazgan narsaga biz iymon keltirdik. Bizga narsa bo'ldi? Vojib bo'ldi, farz bo'ldi. Muhammed Peygamber haqni haq deb aytdi, botilni botil, mana olaman deb so'yladi. Mana shu 124 ming payg'ambarning ishida eng kuchlisi, eng motori, mo'jizaga boy, sunnatga boy u kim bo'ladi? Muhammad sallallohu alayhi vasallam. Muhammed peygamberden ilik 15 kişi Muhammed ismini bulan yürütken. İbn Hajar el-Asqalani ayta, Muhammed peygamberin doğuğundan ilik değil. 15 kişide 15 kişi, evet 15 kişinin Muhammed degen ismi buldu. Lakin peygamberlik kimge nasip etti? Büyüklü peygamberimizge nasip etti. Ahmet ismi bilen bizne Muhammed peygamber kuklarda tanıdılar. Ahmet ismi bilen. Ahmet ismi bilen Muhammed peygamberini kuklarda ferişteler tanıganlar. İllikki peygamberler de Muhammed peygamberini Ahmet deb tanıganlar. Şunga İsa peygamber narsa dedi o'zini halkına, ey Yaqub peygamberinin balaları, nesilleri, zürriyeti, Banu İsrail o narsa deb aytdi. Ya'ti min ba'd ismuhu Ahmed. Mindan so'ng peygamber kelar dedi. Ona ismi kim bo'ladi dedi? Ahmed bo'ladi. Peygamberimizni ahlul kitap o'zini bolasini tanigan gibi tanigan. Ona sifatlarin ahlul kitap deb aytamiz. Yahudi, Hristiyan, onlar bit yaxshi bilganlar. Peygamberimiz tug'an kishida Yahudilar, qaraganlar da bilganlar, alamatlarni kuzatib aytganlar, Ahmad tug'di deganlar. Peygamberimiz 25 yoshga kirganda onlar qaraganda, hisoblaganda aytganlar, Ahmad 25 yoshga to'ldi deganlar. Peygamberimiz peygamber bo'lgan tunda onlar aytganlar, bu tunda Ahmad peygamber bo'ldi dedi. Peygamberimiz Mekke'den Medine'ye ko'chgan vaqtda onlar aytgan Ahmadga 53 yosh to'ldi, u ko'chib o'tdi deganlar. Anlaşılanmı? Biz nechuk tanıymiz? Biz o'zimizni ummatul Muhammadiya deb aytdik. Evet, Muhammed peygamberini ummati deb aytdik. Lakin mana shu so'zga biz bilay, evet, ne xatli amal etamiz? Prosent yoqlab qarasak, ne xatli bilay prosent biz? O'zimizni peygamberimizni yaxshi tanidikmi? Ona sifatin, tarixin bilabizmi? Mo'jizalarin bulay o'rana boshladikmi? Sunnatlarin o'rana boshladikmi? Yaysa bulay tilimizni ishunda biz aytamizmi? Biz Muhammed peygamberning ummatidan. Gregorian taqvimi bo'yicha qachon tug'di, qachon vafot etdi? Qachon bulay peygamber bo'ldi? Nende hallar bo'lib o'tdi? Ona o'randikmi yo'qmi? U bizni peygamber. İllikki peygamberlarni barisi o'zini xalqina, o'zi yashab turgan xalqina yuborilgan. Muhammed peygamber esa kimga yuborildi? G'alamlarga, kishilarga hamda jinlarga yuborildi. Bular o'ylab qaraylik. Muhammed peygamber ham kishilarga, ham kimlarga? Jinlarga peygamber etib yuborildi. Peygamberimiz Mekke'de bo'lganda Nasibin to'qimindan 72 ming jin keldi.
72 ming jin keldi. Delegatsiya jini 72 ming jin. Muhammad payg'ambar onlarga islomni anlatdi. Payg'ambarimiz narsa Al-Isra tununda, evet, Al-Isra tununda, Mi'raj tununda Ya'juj Ma'jujga borib da'vat etdi. Ya'juj Ma'jujga borib da'vat etdi. Payg'ambarimiz narsa deb aytdi? Ya'juj Ma'jujni birisi dedi, o'zini minginchi naslini ko'rmayincha o'lmaydi dedi. Ya'juj Ma'juj u bir ko'p ko'p deb aytamiz. Evet, bir ko'p xalq u. Payg'ambar narsa dedi? Onlarni barisi islom dinini qabul etmedilar. Onlardan 99 kishi tamoqqa kirsa dedi, ummatimdan bir kishi dedi. Ya'juj Ma'jujdan 99 kishi tamoqqa insa dedi, ummatimdan bir kishi dedi. Ko'rasizmi? Nenda kuchli bo'lgan, nenda qo'rqmas bo'lgan, nenda botir bo'lgan bir o'zi 72 ming jinga borib da'vat etgan. Anlaşılamı? Bir o'zi Ya'juj Ma'jujga borib narsa haqni haq, la ilaha illalloh Muhammad Rasululloh aytgan bo'ldi. Mana shu payg'ambarga biz iyaramiz. Muhammad payg'ambarni sog'inib kutgan bandalar bo'ldi turmushda. Uvays al-Qarani degan kim bo'ldi bizda? Tabi'in bo'ldi. Payg'ambarimiz tug'gan kecha Uvays al-Qarani tiri edi. U shotlandi, aytdi, Ahmad tug'di dedi. Lakin Uvays al-Qaraniga Muhammad payg'ambarni ko'ruv nasib etmadi. Payg'ambarimiz narsa dedi? Xayrut tabi'in al-Uvays al-Qarani. Tabi'inlarning eng xayrlisi bo'l kim dedi? Uvays al-Qarani. Yamandan bo'lgan, Yemenlik tabi'in. Payg'ambarimiz aytdi, Uvays al-Qaranini tanında bulay oq minglar ko'payganda pigmentatsiya. Lakin anisiga xizmat etu ortimdan, anisini Fatihasi ortimdan shu she'rlari bitdi dedi. Faqatgina kindigini ustidan balakaygina ming qoldi dedi. Payg'ambar Uvays al-Qaranini ko'rmagan, Uvays al-Qarani payg'ambarni ko'rmagan. Payg'ambar duo etdi Alloh. Ona haqida duo etdi. Hamda sahaba Umarga, sahaba Aliga aytdi, agar u kelsa, siz onu bilan ko'rishsangiz dedi, meni bir ko'lmagimni Alloh bo'lak etib beringizda aytingiz dedi, ul dedi, ummatim uchun duo etsin dedi. Uvays al-Qarani. Shu banda har tunda 5 vaqt namozdan so'ng jilab duo etar ekan. Ey Allohim, rahmatli, barakatli Muhammad payg'ambar bilan ko'rishishga nasib etgin. Ko'rasizmi? Tug'anında bilgan g'alabatlarni. Umr bo'yi sog'inib, evet, bir topqir qo'shaqlab ko'ruvni umid etib yashov yengil tugul hazratlar. Umr bo'yi sog'inib, evet, bir topqir ko'rsam edi deb har bir 5 vaqt namozdan so'ng yillar duo etib kutib yashov yillar davomida u oson tugul. Mana shu narsa ixlos g'oshiq bo'lgan banda. Muhammad payg'ambar narsa dedi? Uvays al-Qarani bik meni o'shatsa-da meni bilan ko'risha olmay bo'ldi dedi. Uvays al-Qarani Madinaga kelgan edi. O vaqtda Muhammad payg'ambar bir sabab bilan Madinada yo'q edi, safarda edi. Uvays al-Qarani jilab kutib narsa aytib ketdi. Chunki ona qat anisi bor. Evet, olay qaralasiz bulay, azgina ko'zimizga bulay narsa azgina bulay keltirib, aqlni ishlating. Umr bo'yi sog'inib, kutib, ko'rmasdan narsa o'lib. Mana shu bizni payg'ambarimiz bo'ladi. Kishilar ona uchun narsa jonin bergan. Abu Bakr as-Siddiq radhiyallohu anhu ga so'rov berganlar. Ey Abu Bakr, İmandan so'ng, durust amallardan so'ng dunyo ne'matlaridan senga narsa ko'p o'xshaydi. Abu Bakr jilag'anda aytgan Muhammad payg'ambarni barakatli ko'zlarini qarab turdi. Muhammad payg'ambarni barakatli ko'zlarini qarab turdi. Dunyo ne'matlaridan, dunyo boyliqlaridan narsa ustun qo'ygan. Muhammad payg'ambarga qarab narsa shohlanib turdi. Ona qirinda bo'ldi. Ona bilan namoz o'qidi. Sahaba Umar Madinaga ko'chib o'tgan vaqtda bik bo'lay narsa oshig'a
uyda rizq yo'q. Shu qorni endi narsa qo'rsog'i oshiqqandan bo'lay ishindan narsa og'rita boshlaydi. Toshni to'tida qornini baylab oladi. Ondan so'ng esse kunda eshik qirinda o'tiradi. Abu Bakr keladi, ey Umar, g'adat bo'yincha bo'lay, g'adablay bu vaqtda narsa uyida o'tiradi. Bek esse kun, bek esse oynar. Nima ishlab o'tiribsan? Sahoba Umar aytadi, Abu Bakr do'st bo'lganim uchun aytam senga. Uyda osharga rizq yo'q. Ochliqdan xalqda. Ochliq shu bek ta'sir etgandan narsa ozgina bulay botmasin deb o'tdi. Bek ta'sir etmasin deb toshni baylab oldi. Abu Bakr aytadi, menda da shu ham to'g'ani qora deb Abu Bakr ko'rsatdi. Ikkisi bulay so'ylashib o'tiralar, Muhammad payg'ambar sallallohu alayhi vasallam keladi. Ikki sahobasini ko'rib shotlanadi. Abu Bakr bilan Umarni payg'ambar bek ushatgan. Aytgan, Abu Bakr bilan Umar u meni ko'zim bilan qulog'im kirdi. Abu Bakr bilan Umar u meni ko'zim bilan qulog'im kirdi. Ya'ni eng yaqin a'zolar. Eng yaqin kishilar. Ey sahobalar, narsa bo'ldi, niya bo'l, issa vaqtda o'tirasiz deganda, ya Rasululloh, Allohning elchisi ekanligingiz sababidan biz sizga iymon keltirib, sizga iyaru vojib ekanligi ortidan sizga aytamiz. Uyda osharga rizq yo'q. Qorin och, qursoq bek og'rita boshladi. Mana shu og'ri ozgina kamisin uchun toshni baylab bulay o'tiramiz deb toshni ko'rsatdi. Muhammad payg'ambar yilmayada kulmagini ko'tarib, onda ikki toshni bayladi. Yo'q, siz kulasiz bulay qarasiz. Muhammad payg'ambardan narsa ikki toshni bulay bayladi. Sahoba Aisha radhiyallohu anha payg'ambarning narsa suyukli xotinlaridan birisi. Ulayda Muhammad payg'ambar bir qashanda dey oppoq apiga to'ymadi dey. Bir qashanda oppoq apiga narsa to'ymadi, hech olmagan. Oppoq apini to'yib oshamadi dey. Oppoq apini to'yib oshamadi dey. Niye? Chunki narsa ochliq bo'lgan. Sahobalar 40 yil ishida Madinadan qoya borib yetdilar, Xitoyga borib yetdilar. 40 yil ishida. Ko'p sahobalar mana shu Boshqiriyadan, Tataristondan narsa o'tib ketdi. 40 yil ishida Madinadan Xitoyga borib yetdi. 40 yil ishida. Dinonda boradi taraflar. 114 ming sahoba payg'ambarning yo'lidan narsa borgan sahobalar. Bunda o'zimizning Hanafi mazhabidagi bo'lgan bir g'alim kishi kitob yozgan Nurul Uyun bir ikki jirin o'qib beran bo'ladimi? Ora bitmadingizmi bular? Shunday siznida biznida bir dushman bo'lgan bir jinimiz bor. Kahil degan ism shu jin. Vaqt bo'lgan vaqtda keladi, kirpikka uradi, shu yo'qlatadi. Boshlarga bulay uy kelib ketadilar. Oh, bugun cheklar kida. Malaxov yaxshi bulay ustupati katirgan. Bugun qolib ketdi endi tegib. Alla bulay fikrlar o'tsin. Foydan olam men shu kishilar bilan so'ylashganman, o'zlari aytadi, Davud hadislar bo'lganda. Sen darsingda shu fikr kelgan dedi. Kishilarning so'zini aytadi. O'zimdan o'ylab topmayman. O'zim televizor qaramayman. Qaragan kishilar o'zi aytadi. Biz navrot sizni qo'ygan soqda yana qaragan qilib o'tiramiz. Wala yantaqimu li nafsihi. Payg'ambar o'zi uchun bir qachon o'sh olmagan. Bir onadi, deydi. O'zi uchun bir qachon kishidan narsa o'shin olmagan. Никогда он не мстил. Мстит bu olaman narsa. Mest deb aytadi. Ey, Kavkazda bor degan narsa, krovnaya deb aytadi. Jitti bo'vatga qo'shatirgan narsa, jitti bo'vatga qo'shatirgan narsa. Mashallah, bulay g'afu etu degan narsa yo'q. Birinchi bo'vat hal eta olmadimi, ikkinchi bo'vat. Jitti bo'vat bir-birisini olib qaytib ketadi. Uchinchi bo'vat, beshinchi bo'vat anlatib ketadi. Jitti bo'vatda qavatlanmadim, ondan so'ng Kavkazda aytadilar, ko'tarildi, g'afu etildi dedi. Anlaşılamı? Bunda sünnet bo'yicha nechta payg'ambar narsa? Wala yantaqimu li nafsihi wala yaghdabu laha. Payg'ambar o'zi uchun bir qachon o'sh olmagan.
Kishilarni Alloh rizoligi uchun g'afur etgan. Ovur nafs narsa talab etar. Sen haqsan deydi, bir ona deydi. Kiragin ber deydi. Ayvet. Lekin mana Muhammad payg'ambar narsa o'zi uchun narsa kishilardan o'shini olmoq. Ayvet. Mana illa an tuntahaka hurumatullohi fayaghdabu lillahi. Qachon payg'ambarimiz oshig'langan, qachon kishilar Allohning amrlarini o'tamasalar, gunoh ishlasalar, shariatdan bo'lay narsa chiqsalar, shariatga qarshi chiqsalar, shunda payg'ambarimiz oshig'langan. Ko'rasizmi? O'zi uchun, o'zi uchun narsa oshig'lanmagan, o'shini olmagan. Он никогда не злился за счет себя. И никогда не мстил. Qachon oshig'langan, qachonki kishilar gunoh ishlasa, shariatga qarshi narsa ishlasa, shunda oshig'langan. Va idza ghadiba sallallohu alayhi va sallam lam yaqum li ghadabihi ahad. Qachon payg'ambarimiz oshig'langanda unga bir kishi narsa qarshi chiqa olmagan. 40 toza kishi bir payg'ambarda bo'lgan. 40 toza kishini, toza bir kishini bir kishidan bo'lgan. Makka shahrida bir tega kurashchi deb aytasizmi? Bariyatsi bo'laydi. Nechik bo'laydi otat tilida? Kurashchimi? Kurashchi bo'ladi. Shulay aytgan Muhammad sendan bo'lay kurashga tushasing keladi. Muhammad payg'ambar aytgan jinsam shahadat aytasin. U tega narsa yopishgan, Muhammad payg'ambar uni ko'targanda bo'lay qo'ygan. Tega Makkani jingib yurgan tega olib turaymi, ishlar bo'lay bo'ldi ekan. Anlamadim. Ikkinchi taqdir yopishi, Muhammad payg'ambar uni ko'taradi bo'lay. Bo'lay ko'taradi bo'lay narsa qo'yadi. 3 taqdir. Ondan so'ng tega olib turadi. Muhammad payg'ambar uzoqdan og'ashni chaqiradi. Ey og'ash, kel deydi. Og'ash yerni bilan yorib, tomirlari bilan keladi. Payg'ambar aytadi, "Men kimman?" deydi. Anglat. Og'ash, qaramiz. Og'ash Allohning qudrati bilan so'ylaydi. Ashhadu annaka la rasululloh. Men shohid bo'lam, albatta siz birda shubha yo'q, birda shik yo'q, siz Allohning elchisiz deb aytadi. Anlaşılan mı? Ko'p hallar bo'lgan. Ahmad ibn Hanbal hadisinde keltira bir qo'yshiban deymiz, qo'yshiban, pastoq. Kötü berganda bir bo'ri keladi, bir tega soriqni olib ketam deb turadi. Qo'yshiban ondan so'ng narsa soriqni bulay quva. Bo'ri bulay o'tiradi, qo'llarini ko'tarib, tega so'ylay boshlaydi. Ey qo'yshiban deydi. Alloh bergan rizqni niya mendan tortib olarga tirishasing deydi. Qo'yshiban obtirab ketadi. Ninde hal bo'ldi bu? Bo'ri kishiga bu so'ylay boshladi. Ninde g'ajab. Bo'ri aytadi, bundan-da g'ajablisi bor deydi. Madinada deydi. Eng ozoqi payg'ambar kelgan Madinaga bordi. Ondan so'ng soriqlarini jiyada bora Muhammad payg'ambar bilan ko'risha, bo'lgan halni so'ylab bera, Muhammad payg'ambar xalqni jiya aytadi, bas so'yladi. Bas so'ylagachlarga oldi. Payg'ambar bo'lgan halni ayedi. U aytadi, oxir zamondan ilikdi, jonliqlar kishini tilida so'ylay boshlaydi. Unda balakay g'alama. Shunga g'alimlar aytgan balakay g'alamatlar, oxir zamonda balakay g'alamatlari 400 dan ortiq. Shunday fikr bor. Oxir zamonda balakay g'alamatlari 400 dan ortiq. Lekin birinchi balakay g'alamat narsa Muhammad payg'ambarning vafoti. Birinchi oxir zamonda balakay g'alamati Muhammad payg'ambarning vafoti. Muhammad payg'ambarimizning vafot etgan kuni Madina shahri qop-qorong'i bo'ldi qo'ydi. Sahaba Anas aytadi, payg'ambar Madinaga kirganda deydi, Madina shahri nurga to'lgan edi. Tunlari bilan yoqdi, nurga to'lgan edi. Og'ashlar, toshlar o'zidan bilan yoqtiliq chiqarar edi. Payg'ambarimiz vafot etgan kun qop-qorong'i bo'ldi. Sahaba Anas payg'ambarimizni bulay narsa jillagan vaqtda jilag'anining qo'lidan narsa shu katman deysizmi tushib.
Fatima anamız kelganda Muhammad payg'ambarning qabridan ozgina to'proqni olib o'zine surtib jilab she'rni o'qidi. Maza ala man shamma turbata Ahmadin alla yashamma madaz zawali ghawaliya subbat alayya masa'ib ad-dunya law subbat ala al-ayyami 'udna layaliya. Agar men kelib payg'ambarni atiyimni qabri qirinda bo'lsam, g'uri qirinda bo'lsam, bir narsa bo'lmay, bir tiyiq yo'q, bir qishintiya olmaydi. Menga dey, faqat payg'ambarni tugul, balki narsa otayni yo'g'atuv nasib etdi. Faqat payg'ambar tugul, balki kim meni otayimda dey vafot etdi. Shul qayg'u, shul musibat, shul imtihon bek kuchli dey. Agar shul kuchli musibatni tunga bo'lay yo'nalsak, tunga bular yo'nalsak, tun balkim bular narsa yo'qtinlanib ketar edi. Sahobani shu she'rni eshitgandan qo'llari qaltirab jilay boshladi. Fatima onamiz qaradida, "Ey Anas, nishlab?" dedi, "Qo'llaring borda payg'ambarni zikirlashga." Sen 10 yil xizmat etgansan. Payg'ambarning duosini olg'asini ishlab sen bular zikirlading. Sahoba Anas birda javobsiz qoldi, jiladi. 45 kun so'ylamagan ekan sahoba Anas. Shu namozlarini bular jilab o'qib, evet, tildan qola yozmagan. 45 kun narsa og'ir bo'lgan ekan so'ylagan. Sahoba Umar esa kishilar qirinda bek tovushlanib yurdi. Sahoba Umarga bek og'ir bo'ldi. Payg'ambarning vafoti. Sahoba Abu Bakr uzoqdan keldi, uzoq yerdan keldi. Kimda payg'ambarimizni kafanini ochib, bitin o'pib, jilab, ular qo'shaqlab payg'ambarni tag'ib bitin kafanini bayon qildi. Sahoba Bilal radhiyallohu anhu olg'a bular Madinada qolib bek og'ir bo'ldi. Yuragina bek og'ir bo'ldi, boshqa o'lkalarga qo'shib ketdi. Ubay ibn Ka'b degan sahoba, Abdullah ibn Maktum degan sahobalar aytdilar, biz har ertangi namoz bilan ikindi namozida payg'ambarning shu degan narsa masjidga 70 ming farishtani bilan tushib turuvini ko'rganmiz dedi. Payg'ambarning vafotidan 70 ming farishta tushib, 70 ming farishta shiva tog'i tushib. Payg'ambar vafot etsa-da, ondan bizga narsa bor, barakat bor. Meni turmushda xalq bilan tu'radu alayya a'malukum, men vafot etgach, meni jirlagash, siz ishlagan amallar, ummatim ishlagan amallar menga ko'rsatiladi. Ma wajadtu fihi khayran hamidulloh alayhi. Shu ummatim ishlagan amallar ishida yaxshi amalni ko'rsam, shodlanib Allohni maqtayman. Allohga hamd aytaman. Va ma wajadtu fihi sharran istaghfartu lakum. Agar ummatim ishlagan shu gunohli ishlarni ko'rsam, onlar uchun Allohga duo etib, yorliqni so'rayman. Evet, Peygamberimiz kishi kibik yashardi turmushda. Ati-anidan tug'di. Peygamberimizning ati-anisi musulmon bo'lib o'ldi. Peygamberimizning atisi qachon vafot etdi? Abdullah Peygamberimiz anisini qornida bo'lganda. Peygamberimizning anisi Amina qachon vafot etdi? Peygamberga 6 yosh bo'lganda. Evet, bular qarag'izda, evet. Baligh bo'lganga teklim shariatda otasi o'lsa, uni yatim deb aytiladi. Baligh bo'lgancha uni anisi o'lsa, uni tatimun deb aytiladi. Ikki yoqlabda ati-anis. Og'irmi? Evet. Shu sog'inadi. Bunda atisini ko'rgan kishilar bor. Anisi o'lgan kishilar bor. Evet. Bandamiz, sog'inamiz, eslaymiz, evet. Qo'shoqlagisi kelar, ona bular qarshi olasi kelar, oshatasi kelar, evet, duo olasi kelar. Muhammad payg'ambarning tarixini qaraylik. Atisi, evet, o'lib ketdi Muhammad payg'ambar, birda atisini narsa qildi. Anisi vafot etdi, Muhammad payg'ambarga 6 yosh bo'lgan. Shunga payg'ambarimiz Makkadan Madinaga bular qaytgan vaqtda Amina anisini qabri qirinda turdida jiladi. Mingar shar sahobalarda jiladilar.
so'radilar: "Va ma yubkika ya Rasululloh?" Narsa sizni jilatdi ey Allohning elchisi. Payg'ambarimiz aytdi: "Bu meni anim amina billahi qabrim." Anim shunda bular jidlangan. Payg'ambarimizning kishi onida yuragi bor, bek yumart banda. Anisini baribir sog'ingan, qumsaganda ey to'xtab, narsa qabri qirinda jiladi. Shunda Allohim nasib etsa Muhammad payg'ambarni yaqindan tanirgan nasib etsin. Onu yo'lindan borargan nasib etsin. Onu ko'rsatgan bulay narsa yo'lindan birda bulay sotashmayincha o'zning ishiga borargan nasib etsin. Va kana arhaman nas. Payg'ambarimiz bek bulay shafqatli kishi bo'lgan. Marhamatli deyilgan, shafqatli, yumart kishi bo'lgan. يصغي الإناء للهرة وما يرفعه حتى تروى رحمة لها. Payg'ambarimiz o'z qo'llari bilan pisayga bulay narsa, pisayni sovutiga suv bulay solib pishirar ekan. Sana tayyorlash. Payg'ambarimiz o'z qo'llari bilan narsa, pisayni sovutina suv solib, deydi, suvni ishga pisayga beradi. Pisay shu suvni ishga to'ymaguncha, deydi, suv tega sovutni tortib olmas ekan. Endi biz o'zimizni bir qaraylik. Pisayni ko'rsak, pistak bundan effektiv. Deydi. Shigar elga tashib tashlaydi. Nima yo'l bo'ldi andan. Kimni pisay, qo'shini pisay, ayt qo'shiga bu, orasida tutsin bo'lmasa ham so'yib tashlaymiz deydi. Mana o'zimizga bir qaraylik. Kulamiz shulay. Turmushda shulay ketdi. Uyga kirib ketsa ona tiyib, bolalarimiz ona tiyib bular so'rab, bu garba ishlab, bisay o kirib qolganligida subhanalloh deymiz. Va kana sallallohu alayhi va sallam أكثر الناس تواضعا يجيب من دعاه من غني أو فقير أو حر أو عبد. Payg'ambarimiz bek yumart, bek rahimdil, mehribon, yumshoq ko'ngilli banda bo'lgan. Kim ona qo'noqqa chaqirsa borgan. Boy bo'lami, yorli bo'lami, ozod bo'lami, esa qul banda bo'ladi. Endi biz o'zimizga bir qaraylik. Boy bo'lsa, jigir boramiz. Yorli bo'lsa, ay onda borsa, bir narsa yo'q. Ey, barangni qo'y, barangni boshqa narsa yo'q. O'shina sabab. Shulay. Ayni. Oyoqlarimda shunday. Oyoqlarimda shunday. Ovulda juda yaxshi o'tgan. Var. Qadarda maqol var. Boyga boqar deydi. Ey, boyga boqar. Payg'ambar Alloh bo'lmagan. Payg'ambar boy shaqirsida borgan, yorli shaqirsida borgan. Ozod kishi shaqirsida borgan, qul kishi shaqirsida borgan. Va kana sallallohu alayhi va sallam a'affa an-nas wa ashaddahum ikraman li ashabihi. Payg'ambarimiz o'zini sahobalariga bek bo'lay ixtiborli bo'lgan. Va yuwassi'u alayhim idza daqa al-makan. Sahobalari bilan o'tirganda agar bir sahoba bilan qisilib o'tiradigan bo'lsa, unga bular o'rinni ozgina bilan narsa bergan. Ozgina kengroq o'rin ishilay narsa qilib o'tirsin. Sahoba Anas aytadi. Qala Anas radhiyallohu anhu qadamtuhu sallallohu alayhi va sallam 10 sinin. Sahoba Anas ibn Malik aytadi. Men payg'ambarga deydi, 10 yil xizmat etdim deydi. 10 yil xizmat etdim. Fa vallahi deydi. Sahoba Anas aytadi, Allohning ismini aytib ant isham deydi. Ant isham deydi. Limush Alloh deydi. Ma sahibtuhu fi hadarin wa la safarin لأخدمه إلا كانت خدمته لي أكثر من خدمة الله. Safarda bo'lsin, uyda bo'lsin,
Muhammad payg'ambar deb menga qaraganda Muhammad payg'ambar ko'p xizmat qilgan. Kim ya gavur bo'lishim kerak. Anlaşılan? Wa ma qala li uffin qat bir qasham menga de uff deb aytmadi. Bir qasham menga de uff deb aytmadi. Wa la qala li shay'in fa'altuhu lima fa'alta kaza wa la li shay'in lam af'alhu ala fa'alta kaza. Agar men bir ishni ishlasam de, niye olay ishlading deb aytmadi. Agar bir ishni ishlamasam, niye ishlamading deb aytmadi. Endi biz o'zimizga bir qaraylik. Bir qaraylik. O'zgini qo'yib da bir qaraylik. Ozgina bizga og'ir bo'lsa narsa, uff, larda yeyildik. Ikki so'z sraz otilishimiz kerak. Uff, onotni nadayil minimum. Nega? Minimum. Bo'lgan hamisi. Payg'ambar Alloh bo'lgan. 10 yil sahaba Anas xizmat etgan. Payg'ambarimiz sahaba Anasga bir qashanda uff deb aytdi. Uff deb aytdi. Mana shu bir hadisni o'qiyman-da, shundaq shaylaringizni bir yolg'irtib olasiz endi. Hatto bek qulay yolaga qora boshladi. وكان صلى الله عليه وسلم في سفر فأمر بإصلاح شاة فقال رجل يا رسول الله علي ذبحها وقال آخر علي سلخها وقال آخر علي طبخها. Peygamberimiz bir taqdir sahabalar bilan safarda edi. Shunda payg'ambar bir soriqni bulay narsa sholarga narsa aytdi. Bir sahaba aytdi, "Ey Allohning elchisi, men shu soriqni sholam" dedi. Ikkinchisi aytdi, "Men uni bulay tirisin narsa" dedi. "Sholam" dedi. İkincisi ayetde olay bo'lg'ashmayin dedi, üçüncüsü ayetde, men ona pishiram dedi. Shunda payg'ambarimiz de javobi nindi bo'ldi qarag'izlar. Faqala sallallohu alayhi va sallam va alayya jam'ul hatab. Olay bo'lg'ashda men o'tin jiyam dedi. Ayve. Bir sahaba narsa dedi, men shoriqni sholam dedi. İkincisi ayetde men dedi, tirisini sholam dedi. Tirisini solg'ash narsa ishlab bera, uni bo'lib bera. Ishagini ishakka, bo'g'rin bo'lib bera. Evet. Uchinchisi narsa dedi, men olay bo'lg'ash dedi, pishiram dedi. Payg'ambarimiz narsa dedi, men olay bo'lg'ash dedi, o'tin jiyib kelam, o'tin jiyam. Ana. Faqalu ya Rasululloh nahnu nakfika. Sahabalar aytdi, ey Allohning elchisi, biz o'zimiz bo'ldiramiz. Biz sizga kifoya bo'lamiz, o'zimiz yetkazamiz. Payg'ambar narsa dedi, "Qad alimtu annakum takfunani." Ulayt men bilamdi. Siz onu buldura olasiz, men bilamdi. "Walakin akrahu an atamayyaza alaykum." Lakin tilamayim dedi. Sizni ishingizda bulay ayrilib turarga deb tilamayim. Yani хочу выделяться с людьми. فإن الله تبارك وتعالى يكره من عبده أن يراه متميزا بين أصحابه. Ondan sonra narsa dedi, albatta Allah dedi, rıza olmay. Ya dabre, rıza olmay. Bir bende başkalarının işinde bulay, uzun kurtarıp ayrılıp tursa dedi, Allah dedi, şu bendeden narsa rıza olmay. Ya dabre. Когда человек среди людей, что сам по себе рыza. وقام sallallahu aleyhi ve sellem fecema'a. Şu sözlerini aytdı da Peygamberimiz o'rnidan bosdi. O'tinni narsa ichiga boshladi. Endi biz o'zimizga qaraylik. Evet. 4 kishi bo'lsak, birisi men sholam, birisi narsa men tirisini sholam, uchinchisi men pishirib beram. Evet. 4-inchi narsa dedi, olay bo'lg'ach men de yotib sizga qarab turaman. Shirigiz. Men sizga degustator dedi. Narsa yuqlab olam degan ta'min bilib beraman. Nega? Biz shunday ishlaymiz. Biz shunday ishlaymiz. Payg'ambar olay ishlamadi. Yo'q dedi, olay bo'lg'ach men o'tin jiyam. Mana shu ko'rasiz, mana shu hikmatli payg'ambarga biz narsa ummat bo'lamiz. Alloh nasib etsin. Şu peygamberine quluqlanib, ona sünnetlerin öğrenip, her tünde düşte ko'rib, izli kişi bo'ladi. Aqulu hada estağfirullah li va lakum.
Şu sözlerini aytıp, özümge de siz üçün Allah'tan yolluğunu söyleyeyim. Sağ olunuz, selamet olunuz. Evet, kardeşlerim, koysaları bilmeyince bu Hazret Valim, o Rusya İslam'ın okuttan kişi, onlarla bizge gelip, şu dersler gelip, davazlar silip, şekerge biz derstik. Elhamdülillah, Allah tarafından bizden mescidke de kirge nasip etti. Soğurgaz, biz günler boyuna tınga butarga mümkündür. Günler boyuna bazen tıngarga mümkündür. Nurtigi kimlerge olur, kimlerge onlar bırakmay, ortadan bir karışın. Şunun için özünüz varısınız, eğer de tanıyamasanız. Bir soru burada mümkün. Hazırda Müslüman kardeşler, bugün bizden Şişmerakaya Doğum'na doğru bir kolunu bayram etti, Mevlid bayram etti, Peygamberimizin iska alabız. Bizim bugünkü günümüzde kimler bulmadı, Ramil Hazret'e bir kovni müftü birdemlik degan medal burçay etildi. Ular şunda yaxşı bu orada işlerini alıp barganda bu medal onun üstüne atılıp onunla buluşkan kişilerge bu meşhedini kursulan kişilerge de rahmetlerini bildirdi. Şuna göre büyük kuvvetlerine yoksuşlar var avetinde. Davut Hazret'e doğru bizden bilimlerge bilip var. Men onu da özüm bir universitetten da okudum, o meni okutu ustazım to'g'ri. Sonra onun qırında men o'tirgan gül, qırında o'tirgan tırışamın, birisi de abija etmesinler diye. Bereket alar deb. Baramızda da zor etib rahmat endi. Hali biz buna bütün avullardan akırıngına kelip mana sizin avulga kelip yetdi. Bir zamanlar da ketgani var boshqa var. Bu vaqtda Davut Hazret bizden bulmadı endi. Alhamdulillah barımızga da tozalık isanlık tilaybiz. Verxovni müftini o'zim ko'rolmadim. Navo sizga o'zining iptashlari orasida salom aytib qoldirdi. Onun qo'noqlari bor edi. Shunga ko'ra men qog'ozlarni qo'ldan sig'arib berdilar-da. Shularni bo'ldi onu kirib, Можете говорить, да уже если свободно колям bo'lsa, o'zimda kelib ketarinchi aytdi. Плотно bir qadar ta'minli kishilar, unda ta'minli bir qadar keladi. Shunda ular bo'lgandir deb o'ylayman. Bilasizmi, Şeyh Hazret mandablar başında oturdu. Bundan şu pastalar pişirgenler zikmaşadı. Elhamdülillah barımızda rahmet, pastalar, boşkan kişilerine bizden tüp broşarlar okup ders alıp yürütürler. Cumhur'a yürütürler. Barısında maşı birden kilip tavanına 4 saat içinde ezele bakırlar. Allah bana güzel olsun. Kimlerdir salavat eklerge